Xullas, biz hozir mana shu mani bugungi hamkasblarim bilan bitta zo'r narsani kelishib oldik. Kunduzi yetarli nima kelishganimizni. Короче, Ahror chiqsa hech qanaqa emotsiya qilmasdan o'tiramizda, oxirida tanqid qilib, so'kib ustidan kulib tashlaymiz. Ha, xullas, Ahrori biza ataylab zo'r narsa qilsa ham ustidan nabarot yomonman deb kulamiz. Hozir chiqqan paytda ham reaksiyani nol qilamiz, umuman gapirmaymiz. Вперед. Короче, o'rtoqlar, hozir Ahrorga prank bo'ladi va chiqqanda hech kim chap echolmaydi. Короче, bolalar qaranglar. Hamma eshitdi mana? Hamma eshitdi. Ahror chiqadi, hech kim chap echolmaydi. Biz ko'chganda hamma qiladi. Hamma tushundimi? Chap echalgan Ahror o'rtoq. Ana endi esa Ahror chiqishini kutamiz. Light it up, bring the fire to your throat. Pipe it up, going crazy, gas me up, give me more. Nima bu bachkanalik? Слишком пошло. Omadsiz Ahror Alixonov. Nimaga? Nima bu bachkanalik? Xullas, 2 marta omadsiz bo'ldi. Birinchi aytib beraman. Oyoq kiyim vashcha boshqacharoq bo'lishi kerak edi. Venomdagi usulda naq qildik, oyoq kiyim qildik. Men bilan ham pokraskali bo'lishi kerak edi o'z aslida. Kraska qotmaganiga o'shanga chiqa olmadim. O'shana bo'lib qoldi bir ikki momentda. Sochim yarakaz bo'lishi kerak edi. Yo, значит, tayyorgarlik yaxshi bo'lmagan. Unaqa demayli. Unaqa demayli. Zato yaxshi chiqdi-ku, to'g'rimi? Normal chiqdimi? Bitta makiyaj normal bo'lishi mumkin. Bitta makiyaj. O'lgani yaxshi edi bunaqa chiqqanda. Ha? Uyat bo'lsa kerak, bunaqa sahnada turib olish qolib qotsa. Uchirishmaydi prosta. Obonachilar uchirishmaydi. Playboy kartini kim eshitdi, plyus qoldirib olinglar. Bilasan, men nima qilardim 20 Nima qilardingiz? Montaj qilardim. Nimani montaj qilardingiz? Zo'r TVda ko'rsatuvlar. Urushga ketamisizlar? Sen kel bu yoqqa. Yo, lekin to'g'risi. Ana endi bittadan savol beringlar. Kunduzidan boshlaymiz savol berishni. Yo, Madinadan boshlaylik savol berishni. Nega xohlamayapsizlar? Meni fikrim yo'q bunaqa dabdala narsaga. Biz mana normal, ya? U zo'r. U zo'r, ha? U yoqda mehnat bor, harakat bor. В смысле harakat bor? Просто sotib olingan narsa. Biriga bir oktagonliga chiqamiz. Men bu nima bu? Bu даже kiyingani ham yo'q. Mana! Men bu obraz. U yasagan. O'zi yasagan buni. Liba menga eng zo'rini qo'yasizlar, liba ketaman. Ahror xatab oyoq kiyimsiz chiqqanda ham qizuv bo'lar. Ichoq hozir nima o'zgardi endi yechib tashlaganingdan? Уже поздно-da, kechikding уже. Bo'lmaydi bu. Sharmanda Ahror oyog'ini ham sal sasida lekin. Bolalar, stop! Savollar bo'lsa beringlar. Savollar Men yo'q. ustidan kulish uchun emas, baho berish uchun kelgansizlar, to'g'rimi? Ha, baho berish shunaqa baho. Ha, shu baho maksimalimiz shu. Juriyimizga qaranglar, o'zlarini. Men rubashkasini qaraman buni. Normal ruvashka. Normal gaplashaversin. Nima bo'ladi? Ahror, endi qara. Dabdala kiyinib chiqqaningdan keyin alamingni bizdan olma. Stil uchun mislada, to'g'risi. Yo, mana ruhiy ishda Men buni bilasizlarmi nima bu? Ventilyatsiya uchun ishlatiladigan gofra bilan. Ya hamma obunachi sizlarga qali. To'g'risini ayting. Shu fursatdan foydalanib, Umidaga rahmat deyman. Umida, rahmat. Kes tashlayman. Yo'q. Va o'tirur joyi. Ol oyog'ingni dom. Ol oyog'ingni. Liba menga hozir